Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar hayotidagi eng muhim davr. Miyada sinaptogenesis, ya'ni neyronlar portlashi sodir bo'ladigan vaqt haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ota-onalar bu yoshda bolalarni shunchaki bog'chaga berish yoki o'yinchoqlar bilan band qilish yetarli deb o'ylashadi. Lekin ilmiy jihatdan olib qaraganda aynan shu yoshda bolalarda mantiqiy fikrlash asosi shakllanadi. Agar bu asos bolaning erta yoshidanoq to'g'ri qo'yilmasa, bola maktabga chiqqandan keyin uni dars qilishga o'tkazish ham ota-ona uchun, ham bola uchun haqiqiy azobga aylanadi. Keling, hozir qanday qilib oson va bosimsiz bolalarni dars qilishga o'rgatish haqida maslahatlashamiz. Birinchi qadam bolaning qo'lini yozuvga tayyorlash. Eng avvalo bolaning qo'li yozuvga tayyor bo'lishi kerak. Ko'pincha ota-onalar maktabga endi chiqqan boladan birdaniga chiroyli harf yozishni kutishadi, lekin bolaning qo'l mushaklari hali bunga tayyor bo'lmaydi. Buning uchun esa bolaga tayyorgarlik kerak bo'ladi. Masalan, avvaliga har xil shakllarni yoki egri chiziqlarni chizib, bola ruchka yoki qalam bilan turli xil harakatlarni bajarishni o'rganish kerak. Ikkinchi qadam mantiqni shakllantirish. E'tibor bersangiz, ko'pincha ota-onalar farzandlariga she'rlarni yoki raqamlarni yodlatishga shoshilishadi. Aslida esa bola avvaliga kuzatishni, tahlil qila olishni o'rganishi kerak. Rasmlarni yoki jumboqlarni ko'rib, ularni analiz qila olishi va ularga yechim topa olishi kerak. Shunda bola o'zi hali ma'nosini tushunmaydigan she'rni yodlashni emas, balki vaziyatni kuzatib, uni tahlil qilishni va muammolarga yechim topa olish qobiliyatini shakllantiradi. Bolaga avvalo ushbu rasmda nima yetishmayapti yoki ikkita rasmdan farqini top yoki zanjirni davom ettir kabi rasmli jumboqlarni berish kerak. Buning natijasida farzandingiz haqiqiy hayotda ham natija va sababni tushuna oladigan bo'ladi. Ya'ni hamma narsani robot singari yodlab ketmasdan nega degan savolni so'ray oladigan bo'ladi. Nega men qilgan ish o'xshamadi yoki men qayerda xato qildim yoki natijaga erishish uchun nima qilishim kerak deb fikrlay oladigan bo'ladi. Bu esa bolaning intellektual darajasini oshiradi. Uchinchi qadam raqamlar va harflar bilan tanishish. Va nihoyat matematika va alifbo. Biz raqamlarni va harflarni bolaga shunchaki yodlatishimiz emas, balki qiziqarli va ko'rgazmali obrazlar orqali berishimiz kerak. Shunda bolada ularga nisbatan qo'rquv yoki shuni yodlashim kerak degan erinish hissi emas, balki qiziqish paydo bo'ladi. Bola bir raqamini qandaydir tayoqcha yoki belgi sifatida emas, miqdor sifatida ko'ra olishi juda muhim. Harflarni ham chizish yoki bo'yash orqali o'rgansa, bolaning miyasi ularni osonroq eslab qoladi. Shunda maktabning birinchi kunidanoq farzandingizda men buni bilaman degan o'ziga bo'lgan ishonch kuchayadi. Stress kamayadi va darslarni o'rganish bolangiz uchun qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Buni ota-ona sifatida sizga qanday foydasi bor? Aslida bunday rivojlantiruvchi to'plamlarning uyda bo'lishining eng katta foydasi, siz har kuni farzandim bilan qanday qilib foydali vaqt o'tkazsam ekan deb bosh qotirmaysiz. Sizda tayyor tizim bo'ladi. Bola zerikkanda telefonga yopishmaydi, chunki uning oldida uning uchun qiziq bo'lgan butun bir dunyo yotibdi. Ota-onalar esa farzandlar bilan birga vaqt o'tkazib, ularning kelajagi uchun eng katta sarmoyani kiritishayotgan bo'ladi. Umid qilamizki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Agar bunday qo'llanmalar sizga qiziq bo'lsa, Langapex jamoamiz tomonidan tushunishga va ishlatishga oson to'plamlar tayyorlab qo'yilgan. Ularni o'quv markazimizdan xarid qilishingiz mumkin. Farzandlarning kamolini ko'rish barchaga nasib qilsin.